Bolalar nima deysizlar endi? Menga qara gapiringlar, bitta video qilib. Yo'q, kelavermakka, kelaver. Kelaver. Birinchi Akbarali boshlab berdi, toqqa chiqishdi. Mazda. Zag'il o'tiribdilar. Yayrayaptilar. Badan yayrayapti. Nima deysiz endi bu gaplariga? Bir ro'yes qo'lim olib ketaman. Aytib bezdingmi chiqqaningiz toqqa? Ha. Siz nima deysiz endi shunga? Men hozir keldim, nima bo'lyapti o'zi? Bilmayman. Qansirab bosib. Keyin gapiramiz. Shunday ota tog'da havo yetmayapti do'stimizga. Endi menga qarata Satto bitta narsa qiziqdi menga. Shu kechadan beri Mekka dachaga keldim, ikkala dachaga keldim, rasmga olib tashlayapsan. Mana hozir ham toqqa chiqdingiz, rasmga tashlayapsan. Shu iloji yo'qmi tashlamaslik? Iloji yo'q. Ha? Iloji yo'q. Nimaga? Iloji yo'q-da, endi o'sha. Nima deysiz endi bunga? To'g'ri yo'ldanmi? Mashta uymalab tushib ketalasizmi, tushib boradimi? O'zingiz yaxshi. Ikkalasi ham nar bilan mod ekanki bir-birini qo'llayapti. Jib tushib olishibdi. Hozir u sigan chiquvchamiz u yerda. Yaxcha havo yetsin, havo. U tushaylik. Balonni cho'ylashdi. Allohning ulkan mo'jizalari. Damo bo'ldingmi yo? O'tiringmi? Allohning ulkan mo'jizalari, Sastamizning mo'jizasi. Yurgan qadamlarni. Kanki uchamiz. Mana bu ikkinchi mo'jizasi. Mana qulog'imiz. Eng zo'r mo'jizasi pastda uxlayapti u. U uxlayapti. Abdos endi farqi yo'q ekan. Telefonni yaxshi oladimi?